Ramani ahvolini qaranglar akalar. Svarka bo'lmagan joyi qolmagan. Uni qaranglar, chirib, toza tamom bo'lgan. Ali aka, bu mashinani nima uchun olib qoldik? Nima ish qilib berasiz bunga? Buni o'zi ramasini almashtiryapmiz. Ramasi ikki bo'linib ketgan. Ikkiga bo'linib ketgan, ha? O'zini stari ramasi u berusilib yurganda. Aha. Sement ortgan. Endi mana buni o'zi yangisini qo'yib, buni ham ichini polnisda usulini qilib 5 yil kafolati bilan Naqlab beramiz, ha? Bu rama qanaqa labon? Koreyskiy labon ramasiz, ha? Hozir Koreyaniki. lekin egasi ham mingan ekanda, buni qaranglar. Svarka qilavergan, mashinani charchatib tashlagan. To'zi. Bunaqa insonlarga qanaqa maslahat berasiz? Endi bunaqa insonlarga ozgina mashinalarga qarab, nima qilib, vaqtiga kelib, yangi olsanglar agar, kelsanglar agar, bu yerga polnisda o'zimiz mana shunaqa xizmatlarimiz bor. Ramon qilib 5 yil kafolati bilan 1,5 tonnagacha kafolat beramiz. Hozir buni ramasiga uslit qilinmagan, ha? Yo'q, bu polnisda musor rama bo'lganda, o'sha silib, hamma yo'g'ini svarkalab, dabdalasini chiqargan. Xudo xohlasa yangisini qo'yapmiz. Pol ham yangi bo'ladi. Komfort yangi qilib beryapmiz-da, boshqatdan noldan yana yasab beryapmiz. Akalar, mashinaga ozroq mehrli bo'laylik. Buni qaranglar. Hamma joyi loy, pollari ham chirib tamom bo'lgan. Shuning uchun mashinani olganda ramo uslit qo'yishga qo'rqib yurgan. Yili 20, ha? Ha. Yili 20. Bilmadim lekin kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon orqali aloqaga chiqaverasizlar.